Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga bundan oldingi videoda o'tkazilgan konkursimning g'olibini aniqlab o'taman va videoni davom ettiraman. Ya'ni bugungi video mavzuyimiz nima haqida bo'ladi? Ya'ni biz har kuni kun davomida qanaqa qilib internet orqali pul ishlasak bo'ladi, shular haqida ma'lumot berib o'taman. Videoni o'tkazmay tomosha qilinglar va men sizlarga konkurs g'olibini ham aniqlab o'tib ketaman. Men o'rtoqlar mana shu videoyimda konkurs e'lon qilgan edim. Bu konkursda konkursimiz sharti nima bo'lgan? Komment qancha ko'p yozilsa, ya'ni g'olibni random aniqlaymiz va har bitta komment uchun 2 so'mdan to'lov qilaman degan edim. Hozir 108 ta komment bo'libdi. 108 ta kommentni 2 so'mga ko'paytirib, men sizlarga summasini tashlab beraman. Endi bu videoni havolasini nusxab olishimiz kerak bo'ladi va randomli saytimizga tashlab qo'yamiz va fetch tugmasini bosamiz. Continue. Mana bizga 5 kishi yozgan ekan 108 ta kommentda. Endi bu 5 kishidan g'olibni aniqlaymiz. 1 2 3 ketdi. Mana shu akamiz Hasanjon O'rinboyev. Shu akamiz bizani birinchi, ya'ni g'olibimizga aylandilar. Ya'ni 108 ta kommentariyani pulini shu odamga tashlab beramiz. Bizga Telegram orqali aloqaga chiqqanlaridan keyin. Endi biz videoni boshlasa ham bo'ladi o'rtoqlar. Mana men sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan saytim Tronkin sayti bo'ladi. Tronkin saytida juda ham yaxshi pul ishlasanglar bo'ladi. Men buni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Video ostiga silka orqali kirganingizda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu joyga isminglarni yozib qo'yasizlar. Ikkinchi va uchinchi yo'linglar parol bilan elektron pochtalarni yozasizlar va kapchani terib create account bossanglar, sizlarda profil ochiladi. U profilni aktivatsiya qilib ishlasanglar bo'ladi. Men hozir profilimga kirib olaman. Mana o'rtoqlar, saytga kirib oldik. Saytga kirganingizdan keyin verifikatsiya qilib olishlar kerak bo'ladi. Setting bo'limiga o'tasizlar va setting bo'limidan mana bu verify email degan yozib turadi. O'shani bosib emailinglarni verifikatsiya qilib olishlar kerak. Ya'ni sizlarni Gmail pochtalariga xat jo'natiladi. Shu xat orqali saytga kirasizlar. Men endi hozir sizlarga saytni obzor qilib beraman o'rtoqlar. Saytga kirganingizda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Faucet bo'limiga o'tib, sizlar bonuslarni olsanglar bo'ladi. Qanaqa bonus deydigan savol bo'lsa, ya'ni sizlarning darajanglar bo'ladi. Ya'ni sizlar birinchi kirganingizda Stone darajasida bo'lasizlar. Ya'ni bu darajalarni qanaqa oshirasizlar va qancha daromad olishinglar mana shu joyda ko'rsatilgan. Darajalarni oshirishingiz uchun sizlar ko'proq o'ynashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni maksimalniy darajamiz 30 trondan to'g'ri keladi. Bu degani bir почти $10 ga yaqin pul olsanglar bo'ladi soatiga. Kapchani terib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda aytibdi, rasmga mos keladigan obyekt tanlayapti. Ya'ni dengiz turibdi, dengizda delfin yoki akula tushadi. Kapchani terdik. Free spinni bosadigan bo'lsak, bizga bonusimizni tashlab beradi. Mana bonusimiz tushdi. Endi biz daraja oshirish uchun nima o'yinlar o'ynasak bo'ladi? Faucet bo'limidan o'tganimizdan keyin o'rtoqlar Dice o'yiniga kiramiz. Ya'ni Dice o'yinida o'z omadimizni sinab ko'rsak bo'ladi. Hozir sizlar bilan buni isbotini ko'ramiz. Xo'sh. Mana masalan, men balansimda hozir juda ham kam, shuning uchun men balansimga summa qo'ydim. Xo'sh, endi bu joyga 1.45 qo'yib o'ynayman men ko'pincha. Sizlarga ham shuni o'ynab ko'rishni tavsiya qilib ko'raman. Tak majburlash yo'q o'rtoqlar, o'zingizlar o'ynab ko'ringlar. Startni bosamiz va o'zimizga belgilagan summani ishlab chiqib ketamiz o'rtoqlar. Masalan, men 5000 dan oshirsam chiqib ketaman. Masalan, 5000 mana foyda chiqdik mana.
ko'rdinglar. 5000 bo'lsin, chiqib ketaman. Voy, o'rtoqlar ko'rdinglar. 5000 bo'lganda to'xtatmadim va yutqizib qo'ydim. Mayli, hozir buni Xo'p, o'rtoqlar, endi biz yana boshqa o'yinlar o'ynaymiz. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, darajamizdan darajaga o'tishimiz uchun 500 ta tron оборот o'ynashimiz kerak ekan. 500 ta tron o'ynashimiz uchun biza ko'pchilik hozir savol tug'iladi. 500 tron kiritishim kerakmi deydi. Yo'q, botga 500 tron kiritmasdan ham bu darajani oshirsanglar bo'ladi. Ya'ni sizlar shunchaki mana shu 6 ta o'yinda ko'proq o'ynasanglar bo'ldi. Ya'ni sizlarning har bitta qo'ygan summanglar mana, ya'ni balansinglarda 1 tron bo'lsa ham, mana shu o'yinda 500 marta o'ynasanglar 500 tron hisoblanadi. Lekin yutsanglar ham, yutqizsanglar ham hisoblanadi. Lekin 500 tronni sarmoyasiz mana bunaqa kopek bilan ko'tarishlar sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ozgina sarmoya kiritishni tavsiya qilaman. Masalan, sarmoya kiritish deganda bir 20 ming, 30 ming riskka kiritsanglar bo'ladigan pul o'rtoqlar. 20 ming, 30 ming bilan bir boshlab ko'rsanglar ham yomon narsa emas, lekin natijaga chiqsanglar bo'ladi. Keyin bu o'yinlarni tushuntirib bo'ldim o'rtoqlar. Saytga pul kiritish uchun mana bu wallet bo'limi bor. Wallet bo'limiga kirasiz. Mana shu silkani kopировать qilib, Payeer yoki Binance da qaysi birida pulingiz bo'lsa, o'sha orqali pul kiritsanglar bo'ladi va pul chiqarish ham xuddi shunaqa withdraw'ga bosasiz. O'zingizda bor kошелек adresini kiritib, mana bu joyga summani yozib, pulingizni chiqarsangiz bo'ladi. Minimalka pul chiqarish 15 tronni tashkil etadi o'rtoqlar. Pul chiqarishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi o'rtoqlar. Agar yana tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, men sizlarga kommentariyalarga javob beraman. Va keyingi videomiz nima haqida bo'lishini ham o'rtoqlar kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishda davom etinglar. Kattakon rahmat.